Töven tabiqidan kelib chiqqan bo'yi pakar, qiyofati kishilarning diqqat nazarini tortmaydigan bu kishi 30 yoshida Fransiya imperiyasining eng oliy hukmroniga aylangan. Butkul Yevropa bilan qarshilashishga jur'at qila olgan. Bu dono ham qaysar kishi o'z podshohlik uchun eng oxirida Qafqaz orolga surgun qilinadigan oqibatga qolgan. Bu kishi bo'lsa imperator Napoleon. Uning botirligi Fransiya, hatto Yevropaning cho'qqisi turg'izgan. Dal mushu botirligi bo'lganligi uchun Napoleon mo'ljalliksiz badallarni to'lagan. General bo'lishni xohlamagan askar yaxshi askar emas. Bugun biz bu hammadan botir askar Napoleon bilan tanishib boqaylik. 1769-yili Napoleon Fransiyaning Kursk orolidagi zavolliqqa yuz tutgan Oqsumak oilasi dunyoga kelgan. Uning oilasi shon-sharaflarga erisha olmagan bo'lsa-mu, lekin uning dadasi ma'rifga intayin ahamiyat bergan. Bilim mangu daraja atlab o'tishning eng unumli usuli deb qaragan. Napoleon 10 yoshga kirganda dadasini Fransiya tuproqqiga olib o'qitgan. Kichik oroldan kelgan cho'ng shaharda qo'yiq sahro talaffuzda so'z aytdi. Uning ustiga bo'yi pakar bo'lg'achqa kishilarning masxara qilishga uchrab turadi. Ammo Napoleonning psixik jihatda besimga taqobil turish iqtidori nihoyat yaxshi bo'lib, qitirqinib o'g'inishi boshqa o'xshash yoshdagi bolalarga nisbatan aytganda oldingi qatorda turgan. 16 yoshda dadasi olamdan o'tgan. Shu yili Napoleon a'lo natija bilan o'qish bitirgan hamda to'pchi qismning leytenant unvoniga erishgan. O'qish bitirgandan keyin Napoleon harbiy safga qatnashib, armiyada jon ko'ydirib vazifa o'tagan. 1789-yili Fransiya buyuk inqilobi portildi. Napoleonning kichik hayotida zo'r burilish bo'ldi. Ayni chog'dagi Fransiyaning siyosiy vaziyati o'zgarib ketdi. Vaziyat davolg'ib, moliya krizisi uzluksiz og'irlashgan edi. Hukmron sinflarning tuyan qatlamdagi xalq ommasini eksploatatsiya qilishi uzluksiz kuchaygan edi. Kapitalizm bilan hukmron sinflar o'rtasidagi ziddiyatning uzilmaganligi Fransiya buyuk inqilobining portilishini keltirib chiqargan muhim sabab bo'lib qolgan. Har qaysi manzarlar o'zaro tep ishotdi. Siyosiy kurash vaziyati keskinlashib ketgan. Uzun o'tmay podshohlik asos qonunlik tuzum yo'lga qo'yilib, demokratik jumhuriyat podshohi Louis chet eldagi feodal aksiyatchi kuchlarga hujum qilib, demokratik zotlarni yo'qotmoqchi bo'ldi. Natijada uning suiqasdi oshkorlanib qilib, fuqarolarning noroziligini qo'zg'ab, oxiri isyon ko'tarildi. Podshohlik tuzum amaldan qoldirildi. Qonliq sulol yo'qotildi. 1793-yili Louis 16 qonliq kesish maydoniga ilib chiqilib, Fransiyaning Yevropadagi birdan-bir o'limga hukm qilingan podshohi bo'lib qoldi. Fransiyaning cherik feodallik tuzumi og'dirilgan bo'lsa-mu, lekin Yevropadagi boshqa davlatlarning podshohlari Fransiyada tarqalgan erkinlik, barobarlik ideyasining Yevropa cho'ng quruqligida yomrab, xalqning aksiyatchil tahdidini qo'zg'atishidan, o'zining harbiy huquqining rot bilan Louisning oqibatiga o'xshab qilishidan ansirgan. Har qaysi ellar Fransiya burjuaziya inqilobini bostirish, bu inqilobning o'z davlatidagi ta'sirini tugutish uchun Fransiyaga qarshi urush qo'zg'ashni birdek qaror qilgan. O'rtaq manfaat yuzlanishida Avstriya, Prussiya, Angliya, Gollandiya, Ispaniya qatorliq davlatlar Fransiyaga qarshi ittifoq tuzib, Fransiya mamlakatidagi to'van darajalik inqilobchilarni o'ldirmoqchi bo'ldi. Fransiya hukumati bo'lsa tezlikda zo'r qo'shin avatdi. Napoleon Fransiyaga qarshi birlashma armiya bilan qarshilashib, vatanni qo'g'daydigan bu cho'ng qo'shin ichida ko'zga ko'ringan harbiy olim bo'lib, harakatchan urush mutaxassisi, chaqmoq tezlikdagi urushning asoschisi edi. Ayni chog'dagi harbiy ishlar texnikasining askar yo'tkash mahorat ustida cho'nqur tadqiqot olib berib, har xil harbiy taktiklarni amaliy jangda qo'llanishga moyil edi. Bo'libmi o'zgacha ijodkorligiga zambiraklarni markazlashtirib ishlatib, otliq askarlarning tez suratda hayajonlanish ro'yini to'liq joriy qildirishni bilgan. U batalyonni birlik qilgan taktikalik saf shaklini ijod qilgan bo'lib, har xil askar turining moslashishi kamkusiz, shakli xatarlik bo'lib, zo'r farqni boshdan kechirgan ahvol ostida Napoleon 6 qitimlab cho'ng urushni boshdan kechirib, 70 necha qitim jang qilib, Avstriya armiyasini muvaffaqiyatli mag'lub qilib, Fransiya zo'r qo'shinni boshlab jang maydonida isyon ko'tarib, g'alaba qilib nom chiqargan. Shuningdan e'tiboran bu urushga alohida ahamiyat berilib, 25 yoshida Fransiya qo'shiniga bosh qo'mondon bo'lgan. 1797-yili Napoleonning qayta g'alaba qilishi bilan birinchi qatimlab Fransiyaga qarshi ittifoq majburiy tarqatib etildi. Uning bu natijasi Napoleonning ishonchisini borgan sari yuqori ko'tardi. U Fransiya Jumhuriyatining xalq qahramoniga aylandi. Uning bosh ko'tarishi Parij hukumatiga tahdid olib keldi. Ayni vaqtda Angliya bilan Fransiya Yevropaning zo'mgarlik o'rnini eksploatatsiya qilayotgan bo'lib, kim muhim strategik o'ringa ega Misrni egallay olsa, urush huquqini qo'lga keltira oladi. Shuning bilan Fransiya hukumati Misrni ishg'ol qilishni qaror qildi. Endi mushu fursatdan foydalanib Napoleonning Misrga yurish qilishiga yo'l qo'yib, Misrga yurish qilish Napoleonning jasoratini namoyon qildi. Misr qo'shinlarini o'ngishli tarmar qilib, Fransiyaning Misr quruqligidagi birdan-bir mag'lubiyatsiz g'alabaga erishgan bo'lsa-mu, lekin Misr Sur rayonidagi jangda Fransiya armiyasining ko'rishi toza o'ngishli bo'lmadi.
Napoleonning yordamchi dengiz armiyasi qo'shini Angliya dengiz armiyasining qo'lida mag'lub bo'ldi. Shuning bilan Napoleon Misrni ishg'ol qilishni to'xtatishga majbur bo'ldi. Shu mezgilda Napoleon Misrdan chekinishga majbur bo'lgan vaqtda Buyuk Angliya imperiyasi, Osman imperiyasi, Rossiya imperiyasi qatorliqlar tezdan shakllanib, ikkinchi qatimliq jangda Napoleon boshchiligidagi Fransiya qo'shini bir peshvog'imi yaramay birlashma armiyaning hujumini to'sishga amalsiz qoldi. Davlat ichida bir mahal qalaymiqanchilik yuz berdi. Podshoh huquqidagilar hamma yerda qalaymiqanchilik tug'dirib, barobar erkinlikni to'lashdi. Internatsionalizm hukumatining davlatni idora qilishiga qurbat yetmadi. Shunga qudratli hokimiyat qurib, qalaymiqanchilikni tugatib, Fransiyada xiyonat qiladigan ishlarni tubdan tugatishni orzu qildi. 1799-yili Napoleon dadillik bilan qaror chiqarib, agash kuchlar bilan birga dushman armiyasining qamal qilishidan o'tib, Parijga qaytdi. Podshoh sifatida qaytib kelgan Napoleon Fransiyaning nijotkori deb qaraldi. Umi buni to'nib yetgan edi. U allaqachon o'zining Fransiya xalqi orasida shamolga qarshi turgan kishi. Hech kim uning obro'yini besib tusholmaydiganligini his qilgan edi. 11-oyda Napoleon yukubinchilarning chekidan oshgan tahdidni tarmar qildi. Fransiya birinchi jumhuriyat qurildi. 5 oydagi siyosiy o'zgarish oxirlashdi. Mundarning yuqori qatlamidagilar Fransiya birinchi jumhuriyatining hukmronlariga aylandi. Amaliyotda Fransiya birinchi imperiyasining mustabidlari taxtga chiqqandan keyin Napoleon darhol armiyani qayta tartibga soldi. Hamda Malogi jangida Avstraliya qo'shinini qattiq mag'lub qilib, ikkinchi qatimliq Fransiyaga qarshi ittifoq shuningga ergishib parchalandi. Bourbon sulolasining tirilishining oldini olish, inqilob mevasini qo'g'dash uchun 1804-yili Napoleon xalq ommasining tantana qilishi bilan Tojkiyev podshoh bo'ldi. Napoleon buyuk inqilob orqali xon tojiga erishdi. Shuning bilan varislik qilish tuzumi asliga keltirildi. U podshoh bo'lgandan keyin koni davrdagi feodallik jamiyatining eksploatatsiya qilishi, ezish usulini cho'rib tashlab, Fransiya jamiyati bilan har xil yaxshi islohotlarni olib borgan. İnsaniyat qonun tarixidagi mansabni qo'llaydigan Napoleon qonun kodeksini tuzishga bevosita qatnashgan. Fransiya xalqi bu iqtidorli podshohni texnik qizg'in so'yatdi. Hech kim iqtidorsiz hokimiyatni taxtga chiqarishni xohlamaydi. Podshohlik tuzumi asliga keltirilgan Fransiya ilgirgidek Yevropadagi boshqa feodallik davlatlarning o'chmanlikni qo'zg'agan. Bu urushda uning Fransiyaga qarshi ittifoq cho'ktirib o'tilgan bo'lsa-mu, ammo Napoleonning o'zi bundoq vaziyatdan ancha rozi bo'lmagan. Nemaga asosan bizni bo'zaq qiladi deb, burunqi Fransiya bilan urushganlardan bir-birlab hisob oldi. Napoleon yolg'iz Fransiyaning podshohi bo'lib qolmay, yana Yevropaning podshohi hisoblanadi. 1803-yildan 1815-yilgacha Yevropa xalqi uchun qabohatlik 12 yil vaqt o'tdi. Napoleon Yevropani birlikka keltirish orzusini amalga oshirish uchun sirtqa uzluksiz kengaymish qilib, shafqatsiz va rahimsiz urush qildi. Yevropa xalqini misli ko'rilmagan vahimaga soldi. Necha qatimliq tashqi tajovuzsiz urushi necha million xalqning joniga zomin bo'ldi. Napoleon urushni urush orqali qamdash strategiyasini qo'llanib qolmay, urushga tayyorlik qilib, davlatni yetaklagan. Harbiy bazlarni hadab yig'ib, harbiy ashyolarni elib ishiltish, ishg'ol qilingan davlat xalqining yukini ig'irlatayotgan. Yana Rim papasi va Italiya davlatlaridan nurg'un klassik madaniyat yodgorliklari va qimmatli san'at buyumlarini bulab Parijga to'xtamay to'shigan. Shuning bilan boshqa podshohlarning noroziligini qo'zg'agan. Fransiyaga qarshi 3-qatimliq qo'shin tashkillangan. Biroq intayin tez suratda Napoleon tarafidan mag'lub qilingan. Keyin-keyindan 4-5-qatimliq Fransiyaga qarshi urushma nihoyat tezda oxirlashgan. Prussiya, Avstriya, Rim imperiyasi, Shveysariya, Ispaniya qatorliq davlatlar bir-birlab ishg'ol qilingan. Fransiyaning atrofidagi davlatlar Napoleonning oyog'iga bosh urgan. Napoleon o'zining Afrika ot sing'illarini orqa-orqadan har qaysi davlatlarga avatib, har xil mansablarni bergan. Fransiya podshohi, Italiya podshohi, Shveysariya federatsiyasining varisini amalga oshirgandan keyin Angliya bilan Rossiyada qolgan. Napoleonning dengiz armiyasi ancha taraqqiy qilmagan bo'lib, dengiz sirtidagi Angliyaga taqobil turishga madori yetmagan. Shuning bilan oldi bilan Rossiyani mag'lub qilishga qaror qilgan. 1812-yili Napoleon 650 ming kishilik zo'r qo'shinni boshlab Rossiyaga hujum qildi. Kuchlik Fransiya armiyasi oldida Rossiya cho'ng qo'shini jon tikib qarshilik ko'rsatmay shaharni tashlab ketib ketdi. Napoleonning ta'minotga erishib qolmaslik uchun Rossiya qismlari poytaxt Moskvani kuydirib o'tishga rozi bo'lgan. Sansizdigan poytaxt omisi taraf-tarafga ketishdi. Rossiyaning qish fasli intayin sovuq bo'lib, palto va vodka bo'lmasa turg'ul bo'lmaydi. Buning bilan Napoleon qo'shini bir tilla jangovarligidan mahrum bo'lib, chekinishga majbur bo'ldi. Rossiyaning harbiy qo'shini orqaga chekingachga, uning Fransiya qo'shini tamtirab qoldi. Napoleon armiyasi ig'ir ziyon uchirdi. Bu fursatdan foydalanib 6-qatimliq Fransiyaga qarshi armiya birlikka keldi. Ko'p yil davomlashgan urushda Fransiyaning davlat kuchi ilgirkidan zo'r darajada ojizlab ketgan. Urushda uzluksiz talon-taroj qilingan va qul qilingan xalqning turmushi ig'ir azob-uqubatga duchor bo'lgan. Fransiya davlat ichidagi bir necha avlod kishilarning o'lish yorilish ahvoli keyin-keyindan yuz bergan. Napoleonning qo'lida aram 30 ming qoldiq askar qolgan bo'lib, 800 ming kishilik Fransiyaga qarshi ittifoqdosh armiya oldida
Fransiya fursatni qo'ldan berib qo'yib, qadam-qadam chekinishga boshladi. 1814-yili Fransiyaga qarshi ittifoq Parijni ishg'ol qildi. 1815-yili Napoleon Elba Qafqaz orlig'i surgun qilindi. Shuning bilan Yevropa podshohi yiqildi. Oxirida Fransiyaga qarshi ittifoqdosh armiya Louis 18ni taxtga chiqardi. Bourbon xonadonligi qaytadan tiklandi. So'loqdagi Napoleon qayta taxtga chiqish orzusidan voz kechmagan edi. Ostritdan odam avatib, har qaysi davlatlarning ahvolini aniqladi. 1815-yili u Qafqaz orolidan qo'yib berildi. 2-yili Napoleonga qaraydigan Angliyalik yurtga qaytish fursatidan foydalanib, bu oroldan qochmoqchi bo'lgan. U qo'l ostidagilarga o'zining kemisini Angliyaning kemisiga o'xshash qilib o'zgartirishga buyruq qilgan. Bir yakshanba kuni kechda Angliya Gundupay askarlarining hammasi dam olishga ketgan vaqtdan foydalanib, Napoleon o'g'irliqcha bu yerga surgun qilingan 1050 nafar Fransiya ofitser askarni boshlab, harbiy paraxod chiqib, Angliya okean charlash paraxodini aylanib o'tib, Fransiya okean charlash paraxodini oldab Parijga qochib keldi. Fransiya podshohi Louis buningdan xabar topib, qo'rqib ketib qochib ketdi. Napoleon qilch kuchmayla qaytadan o'q tutib, Fransiya imperiyasining hukmronligini asliga keltirib, Yevropa ittifoqi sulolasining inqilobga ziyon yetkazish farmonini bekor qilib, o'z o'rniga qaytib keldi. 101 kundan keyin Louis 18 Angliya, Rossiya, Fransiya, Avstraliyaning 7-qatimliq Fransiyaga qarshi ittifoqini tashkil etdi. 1815-yili 6-oyda Fransiya armiyasi Fransiyaga qarshi birlashma armiya bilan Belgiyaning Waterloo bozorida oxirgi hal qilg'ich jang qildi. Bu chog'da Napoleonning iqtidori va kurash qilish irodasi ilgirki yetmaydi. Bir tarafdan Rossiyaga yiroq yurish qilish Fransiyaning hayotiy kuchini zo'r darajada ziyon uchirtib, askariy kuchi xo'rab ketgan. Odam kuchi, moddiy kuch, moliya kuch bu qatimqi urushga kerak bo'la olmagan. Yana bir tarafdan Napoleon bosh sarkardini tanlashda savallik o'tkazib, Angliya armiyasining kuchini salchoqlab qolgan. Harbiy tadbir belgilashda ishqilinib bir qaror kelinmagan. Uning ustiga Fransiyaga qarshi ittifoqdosh armiya Napoleonning qo'mondonlik usulini o'rganib va o'rnak kelib, harbiy kuchini zo'r darajada oshirgan. Oxirida 70 ming Fransiya qo'shini Fransiyaga qarshi 120 ming birlashma armiyasi Rossiya armiyasiga yengilib, Fransiya armiyasining mudofaa liniyasini bosib o'tgan. Napoleon qo'shini taraf-tarafga qochib, jiddiy ahvol ostida Napoleon 10 ming qoldiq askarni boshlab Parijga qaytib, harbiy hayotini oxirlashtirdi. 1815-yil 7-oyda Napoleon taxtdan tushish xatiga imzo qo'ydi. Fransiya birinchi imperiyasi halok bo'ldi. Louis qaytadan taxtga chiqdi. U Fransiya xalqining qo'zg'ilishidan qo'rqdi. Yevropadagi davlatlar uni o'ldirishga jur'at qila olmadi. Napoleonni yana bir qatam surgun qilishni tanladi. 1815-yili 10-oyda Napoleon texmi Iroq, texmi Qafqaz, Atlantik okeanining markazidagi Saint-Helena orolining atrofiga surgun qilindi. Boshqa hech qanday orol va quruqlik yo'q edi. Angliyaning mustamlikasi bu yerni qo'rshib olgan edi. Napoleon endi o'zining Fransiyaga qaytishimi hech qanday ahamiyat qolmaganligini, hamda qochib qutlanmaydiganligini his qildi. 1821-yili 5-oyda Napoleon Saint-Helena orolida 52 yoshda kasal sababidan vafot bo'ldi. Napoleon ta hozirgacha fransiyaliklarning faxri. U Yevropada hamma e'tirof qilgan Fransiya podshohi bo'lib, Fransiyaga yangi hayotlik ato qilgan. U garchi bir umr botironlik bilan urush qilgan, jangi mohir bo'lsa-mo, afsuski urush xumor Napoleon oxiri halokatga yuzlandi. Yozuvchi Yogo uningga u savallik ichida yanada haybatlik, dabdabiylik ichida yanada ko'zga ko'ringan, jinoyat ichida yanada ajoyib qobiliyatga deb baho bergan.